Agar inson bilan munosabatlarni buzishni istamasangiz, uni yolg'on gapirishdan to'xtatmang. Chunki ayrim munosabatlar rostga emas, yolg'onga tayangan holda yashaydi. Siz haqiqatni talab qilgan ondayoq u munosabat larzaga keladi. Chunki yolg'on ularning tinchligi, rost esa sinovi. Ba'zi insonlar bilan haqiqat emas, qulay yolg'on aloqani ushlab turadi. Siz sukut qilasiz, munosabat saqlanadi. Siz rostni aytasiz, niqob tushadi. Eng achinarlisi shundaki, ular yolg'on gapirgani uchun emas, siz uni ko'rganingiz uchun munosabat uziladi. Chunki haqiqatni ko'tara olmaydiganlar uni aytganni aybdor qiladi. Shuning uchun ba'zan savol yolg'on haqida emas, savol shunda: bu munosabat rostga bardosh bera oladimi yoki yo'q?